bir bloger 3-sinf 4-sinfda o'qiydigan bir bolaga savol beryapti-da. Uka, seni qahramoning kim desa, boyagi bola futbolga qiziqar ekan. O'zi hali yosh bola Messi deb javob berdi-da. Hozir shu 9-sinfda, 10-sinfda maktabda o'qiydigan bolalarga, umuman bitiruvchi bolalarga savol bersangiz ham shu javobni aytadi-da. Seni qahramoning kim desangiz, Messini, Ronaldoni, Habibni, Konorni aytadi-da. Aslida men o'sha boladan seni qahramoning kim deb savol berganda, viqor bilan shunaqangi bir chiroyli kayfiyatda, bor ovozda faxr bilan dadam deyishini kutuvdim-da. Erkak kishi ko'chani odami bo'ladi-da. Shu uyda o'tiradigan ayollarga bitta gap, shu farzandingizdan kimdir seni qahramoning kim deb so'raganda, dadam deb javob beradigan qilib qo'ying-da. Faxr bilan dadam deb javob beradigan qilib qo'ying. Chunki u farzand bilmaydi-da, hali yosh bola otasi ular uchun qanchalik qiynalib pul topib kelayotganini, minglab odamlardan gap eshitib kelayotgan, musofirlarda qiynalib yurganini bilmaydi-da. Ayol shuni o'rgatib qo'yish kerak. Dadang biz uchun qiynalib kelyapti, dadang biz uchun qiynalib pul ishlab kelyapti, dadang bo'lmasa biz qiynalib qolardik. Seni qahramoning dadang bo'ladi deb o'rgatib qo'yish kerak-da. O'sha Messi, Ronaldo uyga 2 kilo kartoshka, 4 kilo piyoz olib kelmaydi-da. Bir mazang qochib, tobim qochib qolsa, Messi bilan Ronaldo, Habib ko'rgani kelmaydi ichki kuyib. O'sha dadang bo'ladi. Yo'qdan bu yoqqa yugurib qoladigan farzandim tobi qochdi. Bir bolacha ko'chada turib qoldim, bir bolacha ko'chada o'ynab turibdi-da. Aka, roza tutdingizmi deyapti. Roza paytda, ha, tutdim uka, alhamdulillah desam, boyagi bola dadam tutolmadi, bizni boqaman deb dadam roza tutolmadi deyapti. Nimaga? Dadang nima ish qiladi desam, dadam ustachilik qiladi, uy quradi deyapti. Bir 3 kun tutdi, kuchi yetmadi deyapti. O'sha seni boqaman deb roza tutolmagan zot dada bo'ladi-da. O'sha bolalar uchun baliqni eng lahim shirin joylarini berib, yo'q, baliqning boshi shirin bo'ladi deb go'shtini yegan zot ota bo'ladi-da. Ana kosasida go'sht bo'lsa, farzandini kosasiga solib berib, o'zi yegisi kelib tursa ham solib berib, farzandini havas bilan shunaqangi bir ishtaha bilan yeyotganini ko'rib maza qiladigan zot ota bo'ladi-da. Habib yoki Konor kelib seni kosangga bir katta bir go'sht solib bermaganda, sen uchun ich kuyadigan, sen uchun jon kuydiradigan zot ota bo'ladi. Men otam musofirlarga o'xshataman. Bir yashirincha pul yig'adi-da, usti bosh olaman, mashinamga 4 ta balon taqaman deydi. Uyda bir problema bo'ladi, bolasining mazasi qochadi. O'sha pulni olib borib ishlatadi. Sen uchun bor boyligini o'ylamasdan ishlatadigan zot ota bo'ladi. Ota qahramon bo'lmasa, qayerdagi bir